Salam do'stlar, yaxshimisizlar? Toki mushu kamga qadar nurg'ulg'an pullarni tepib, nurg'ulg'an iqtisodiy qimmatlarni yoritibmi, o'zining salomatlik ahvolining nadan naga kagicha ekanligini, narining og'riydig'ini, qanchalik kasallik alomati bor ekanligini bilmay yurayotgan do'stlarimiz nurg'un ekan. Men sizlarni qo'rqitmoqchi emas do'stlar. Men yana o'zimning amaliy tajribamdan o'tgan so'zlarni deb beryapman. Bir do'stimizga biz Vivanite mahsulotini tavsiya qilgan. Ishgandan keyin o'zining putining lepikining uvilib ketganini bilmay yuribdi. Vivanite mahsuloti desa bir yana og'ritdi ekan, anda qildi ekan, bunda qildi ekan. Haqiqatan shundoq. Do'stlar, o'zingizlar o'ylab beqinglar. Bir qattiqroq birini uzoz odamning qo'ng og'riydi. O badanda shunda bir alomatlar ko'rilayotgandan keyin sizlar qachon anda og'rirsimi qo'ymay, bunda og'rirsimi og'riq to'xtatish to'g'risi, voy bu degan kon kasal deb qo'yib tashlab qo'ygan bo'lishinglar mumkin. Ishlar shu kichigidan yo'g'inab oxiriga borgan chaqda odamni biz o'zimiz qabul qilolmagandek darajadagi holatga olib qo'ydi ekan. U ayolga menga bek rahmat aytib ketdi, toki hozirgacha izdishib o'timiz. Helimi balduroq kelsanka deydi doktor, agar baldur kelmagan bo'lsam, men mangolmaydigan chaqliq o'rinda uchib qolatdim ekan deydi. Vivanite mahsulotimiz odam badanidagi shu kasallik bor bo'lgan o'rinlarni topadigan tepishmoqqa o'xshaydi bu ayni. Ras og'ritadi. Chunki sizning qildam qon tomirlaringiz to'rilib qolgandan keyin turib qo'llaringizdan piyta atib qoladigan, jinjoylaringiz og'riydigan, ballaringiz o'yishadigan, putlaringiz o'yishadigan ashta ahvollar bo'lishi u aniqla turganli gap. Chunki qon ravon aylanmaydi-da. Endi men mushu so'zni sizlarga bir nima deymiz, foydalanib qilish yuzidan chiqarib qo'yvasammi, yana mushuninga qarata har xil inkoslarni berayotgan do'stlar bor. Men ulardan ranjimaglik, ammo sizlarga eskartib qo'yay do'stlar. Million milliard topgan pulinglar vaqt soati kelganda qanday bo'ladi? Shu doktorxonaga hajlasanglarmi? Navoda shu doktorlar saqaytali suqu taliyinglar, saqaytanmay qolsichu. U joqda pulni asqatmay qoladi-ku odamga. Shunga men o'zingizning hayotiy va sog'lomlik bexatarligi uchun deb men mahsulotni tavsiya qilsam, sizninkidan boshqa odamda unda narsa yo'qmikan, mahsulot yo'qmikan deb ketibsizlar do'stlar. Setib olsanglar xush bo'laman. Chunki o'zingizning salomatligi uchun setib olsizlar, o'zingizning pulni hajlaysizlar. Setib olmasanglarmi xafa bo'lmayman. Lekin mahsulotdan faqat Jungoda emas, butkul mushu dunyo miqyosida setilayotgan yaxshi mahsulot bo'lganligi uchun men toki hozir qadar tashviqotini qilib kelyapman. Hamon bir kunsi mush mahsulotning yaxshiligini bilgandan keyin sizlarning rahmatingizga erisha oladigan mening ko'zim yetdi-chu. Shunga men videoni ishlab qoldim do'stlar. Men qoldi gaplarni o'zingizlar bilinglar.